Payg'ambar alayhissalotu vassalomni hayotlik paytlarida sahobiylar o'rtasida ixtiloflar chiqqan va ixtiloflar borasida u zotning huzurlariga borishardi va masala hal bo'lardi. Bir narsani tushunishimiz kerak, biror bir narsa borasida haq, botil hukm chiqarish Allohning haqqi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Alloh taoloning huzuridagi haqni bayon qilishga muvakkal qilingan Alloh taoloning rasuli, ya'ni elchisi. İnsanlarni tilida gapiradigan u kishi, insonlarni holatini, vaziyatini tushunadigan bir insonlarning o'zidan bo'lgan eng komil, mukammal bir aql, idrok va jismoniy jihatdan ham eng yetugi bo'lganlar. Tug'ilgandan to shu 40 yoshga yetgunicha Alloh taolo o'zi rioya qilgan va mana shu payg'ambarlikka tayyorlagan, tarix ham toza inson bo'lganlar va vahiy yuborgan. Va mana shu omonatni Alloh subhanahu va taolo u kishiga topshirgan. Endi payg'ambar alayhissalotu vassalom paytlarida sahobalar ixtilof qilsa, demak u kishi Allohning nazdidagi haqiqatni bayon qilardilar. Bunga shak yo'q. U kishi gapirgan gap Allohning huzuridagi haqiqat. Bunga hech kim shak qilmaydi. Endi u kishi vafot qilganlardan keyin ham masalalar qolgan, ilojsiz. Sahobiylar davrida nizolar chiqadigan bo'lsa, endi Rasulullohga murojaat qilish iloji yo'q. O'z-o'zidan endi kimga murojaat qilinadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida ko'p yurgan, u kishining huzurlarida ilmini iqror qilgan sahobiylarga murojaat qilinadi. Ular endi tabiiyki Allohning huzuridan to'g'ridan-to'g'ri vahiy bilan qo'llab-quvvatlanmaydi. Endi yangilanishi, ko'payishi imkoniyati yo'q bo'lgan vahiy va sunnatga murojaat qilishdan boshqa chora yo'q.